bir hikoya aytib beraman. Ajoyib hikoya. Men eshitganimda juda ta'sirlanganman. Ikkita do'st bor ekan. Bir juda boy ekan. Har narsasi. Bugun biz boylik deb ataydiganimiz moddiy narsalar nima bo'lsa, uni hammasi unda bor ekan. Endi nimani xayolingiz keltirsangiz ham u bor ekan unda. Ikkinchisini esa hech narsasi yo'q ekan. Ya'ni kambag'al ekan. Siz bugun kambag'allik deganda xayolingizga nima kelsa, o'shani eng yomoni u ekan. Lekin ikkalasi do'st ekan. Bir kuni safarga birga yo'lga chiqishibdi va bir joyda sohilda uxlab yotishganda vaqt soat kelganda boyagi boy badavlat yigit o'rnidan turib qarasa do'sti hali ham uxlab yotibdi. Yo'limizda davom etishimiz kerak degan ma'noda turtibdi. Turtib uyg'otsa, do'sti aytibdiki, nega meni uyg'otding? Nega uyg'otding meni desa, yurishimiz kerak. Ozgina sabr qilsang bo'lmasmidi? Tushimda u qadar boy edi. Mol qo'ylarim, uylarim, oilam, har narsam bor edi tushimda. Sen meni uyg'otishing bilan ularni hammasidan ayrildim. Ozgina qo'yib bersayding-da, men o'tishni yana biroz ko'rsaydim-da, biroz baxtli bo'lsaydim. Do'stim bu gaplaridan boy badavlat bo'lgani kulibdi, taajjublanibdi. Aytibdiki, sen ko'rgan davlat, boyliklar, rohat, farog'atlar hammasi sen tushingda edi. Uyg'onishing bilan ular hammasi yo'q bo'ladi-ku. Deganda do'st aytibdiki, men bu dunyoda ko'zlarim ochilishi bilan, uyg'onishim bilan tushimda ko'rganlarim yo'q bo'lishiga roziman. Lekin sen ko'zingni yumishing bilan bir kun kelib bu hayotni tark etishing bilan bu dunyo tushida ko'rayotganlaring u dunyoda yo'q bo'lishiga rozimisan? Tayyormisan? Agar tayyor bo'lmasang, biz o'zimizga savol beramiz-da. Biz tayyormizmi? Yani ko'zni och degani bu hayotda haqiqatlari bilan yuzlash degani. Bu hayotda haqiqatlar bilan yuzlash. Qabul qil, tik tur. Bilmadim, taslim bo'l. Bilmadim. Oxir-oqibat haqiqiy ma'noda bir inson degan nomga loyiq bo'lishga harakat qil. Ko'zingni och. Saroblarning ichida yurma. Chunki erta bir kuni ko'zingni yumganingda bu dunyoda seni ko'zingni shamg'alat qilgan bu dunyodagi narsalar yo'q bo'lishi mumkin. Shunda sen bilan nima qoladi? Men-ku bu tush ko'zimni ochsam hamma narsasini yo'qotishga tayyorman. Chunki u tush. Lekin sen bu dunyoda tushmas deb doim men bilan bo'ladi. Meniki deb yopishgan narsalaring uyqu zamonida, eng buyuk uyquda birortasi senda bo'lmaydi.